Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan muborak Qurbon hayiti kunlarida yanada yorqin namoyon bo'lmoqda. Prezidentimizning muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qarorga ko'ra og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolalarda jarrohlik amaliyotini o'tkazish, 2300 nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, ularni davolash va jarrohlik amaliyotini o'tkazish hamda 350 nafar bemorlarda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotini o'tkazish davlat tomonidan bepul amalga oshirilishi belgilandi. Jumladan Farg'ona viloyatida ham Farg'ona tumanidagi avval qishlog'i, o'rta qishloq mahalla fuqarolar yig'ini Gulxani ko'chasi 53-uyda yashovchi 2 nafar farzandning onasi Barchinoy Og'ajonova xonadoniga Farg'ona viloyati bosh imom xatibi, shifokorlar va faollar kirib keldilar. Barchinoy Og'ajonovaga qizi Shohsana Mo'minjonovani tibbiy ko'rikdan o'tkazish, jarrohlik amaliyotini bajarish va davolash xarajatlarini prezidentimiz tomonidan qoplanganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilinganda boshi ko'klarga yetdi. Jarrohlik amaliyotini o'tkazishga imkon topa olmayotgan edim. Farzandimni o'z bolasidek ko'rgan jigarbandimning salomatligi uchun jon kuydirayotgan prezidentimizga ming rahmat dedi onaizor. Qizim, o'g'lim bor. Qizim shunaqa tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan. Shu 3 oyligidan beri shu davolatib kelyapmiz. O'g'lim sog'lom. Birinchi etapiga ham davlatimiz yordam berdi, ikkinchi etapiga Qurbon hayit arafasiga yordam berganiga prezidentimizga rahmat. Iloyim yaxshi bo'lib ketsin, tengdoshlar qatorida o'qitaylik buni ham. Sh harfini bilasiz, shoshib ketadi. Shokir Shahzod Shodmonni shokirlikka olasiz. Nima bo'lasiz qizim? Doktor. Qanaqa doktor bo'lasiz? Kardiolog. Quyoshdan so'rabdi, ey quyosh nega Sabrina Ahmadaliyeva 10 yoshda Farg'ona tumanidagi Lag'on qishlog'i Gulpiyon ko'chasi 54-xonadonda istiqomat qiladi. Kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Darslarni vaqtida o'zlashtirishda onasi ko'makdosh. Tabiat qo'ynida sayr qilishni yoqtiradi. Kelajak orzulari haqida o'ylaydi. Oq xalatli shifokorlarning uni sog'ayib ketishi uchun jon kuydirishlari qizginada tibbiyot xodimi bo'lish niyatini uyg'otdi. Men kitobman nurga to'la oftabman. Agar meni yurtsangiz shunda biling oftabman. Doim bo'sh vaqtimda kitob o'qiyman, kitob o'qib oliy ma'lumotli bo'laman va kelajakda Xudo xolasa vrach bo'lib hammani salomatligini tiklashga harakat qilaman. Prezidentimiz tomonidan Qurbon hayiti munosabati bilan Sabrina Ahmadaliyevani yuqori texnologik jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun barcha sarf xarajatlar to'lab berilishi haqidagi xabar oila a'zolari uchun kutilmagan sovg'a bo'ldi. 3 nafar farzandim bor, 3 ta qizalog'im bor, bir-biridan shirin. Allohga shukr, shu Alloh bergan dardi. Qizim shu tug'ma yurak kasali bilan chalinib qoldi. Bir marta operatsiyani o'tkazdik. Prezidentimizga rahmat, shu Qurbon hayiti munosabati bilan bizga yordam beryapti. Katta rahmat aytaman. Eng asosiysi shu e'tibor tufayli qizimni qiziqishlari yaxshi, o'qishga qiziqishlari yanada ortib boryapti. Salomatligida o'zgarishlar yaxshi. Prezidentimizga yana bir marta rahmat aytaman. Bepul operatsiyalar o'tkazib beryapti. Unga minnatdormiz. Muborak Qurbon hayiti kunlari amalga oshirilayotgan ushbu xayrli tadbirlar xalqimiz salomatligini ta'minlash, sog'lomlashish yo'lidagi navbatdagi muhim tashabbusdir. Bu ezgu sa'y-harakatlar yuzlab xonadonlarga cheksiz quvonch olib kirmoqda. Qurbon hayiti arafasida inson qadri, mehr va e'tibor yana bir bor amalda o'z ifodasini topdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qarori minglab oilalarga umid, minglab qalblarga taskin olib kirdi. Ayniqsa gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, ularni davolash hamda zarur jarrohlik amaliyotlarini tashkil etish borasidagi ezgu tashabbus farg'onalik bemorlar hayotida yashash baxtiga sabab bo'luvchi yangi sahifa ochdi. Yoshim 31da 1-yanvar kuni shu kasalligimni o'zimizda Qo'qonda aniqlashgan. Endi yosh bolalarim bor. Bu prezidentimiz tomonidan berilgan vaucherga ham xursand bo'ldim. Yordamlari uchun prezidentimizga ham rahmat.
shu ko'p qatorda men ham shifo topib shu yerdan yaxshi bo'lib farzandlarim oilam bag'riga qaytish umididaman. Prezidentimizga rahmat. Doim sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Davlatimiz rahbarining Qurbon hayiti arafasida ilgari surgan ushbu ezgu tashabbusi jajji yuraklarga ham qayta hayot nafasini baxsh etdi. Farg'ona viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida tug'ma yurak nuqsoni bilan dunyoga kelgan chaqaloqda murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Inson qadri uchun tamoyili asosida amalga oshirilayotgan ushbu xayrli tadbirlar viloyatdagi yana 864 nafar bemorlar qalbida umid chirog'ini yoqdi. Bu bemorlarimiz juda ham qiynalgan. Mana shu operatsiyalar uchun juda ham muhtoj bemorlarimizni vaucher tarqatishda ham o'zimiz guvoh bo'lyapmizki, bemorlarimiz muhtaram yurtboshimizga, davlatimizga juda ham katta xursandchiliklarni bildirib, o'zlarining duolarini qilmoqda. Inson qadrini juda ham sezdi. Katta akalarimizni ko'zlaridan yosh chiqib ketyapti. Qachondan beri qiynalib yurgan narsalarni bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan amalga oshayotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib turib, to'g'risi men o'zim ham hayajonda bo'ldim. 20 yildan oshiq tibbiyot tizimida ishlayotgan bo'lsam, bunaqa narsani men endi ko'zim bilan ko'rishim. Mana o'tgan safar Eid Ramazon hayitida muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan Farg'onada 711 nafar shaxsni biz operatsiya qilib davolab, o'z oilasini bag'riga qaytardik. Mana Qurbon hayiti munosabati bilan bugungi kunda 800 dan oshiq fuqarolarimizga biz yuqori malakali tibbiy xizmat ko'rsatishga muvaffaq bo'lyapmiz. Bularni ishtirokchisi sifatida men o'zim ham shu kasbda ishlayotganimdan faxrlanaman. Uzoq yillardan buyon jigar xastaligi bilan kurashib kelayotgan Sadoqat Teshaboyeva ham ayni shu qutlug' kunlarda davlatimiz rahbarining e'tibor va g'amxo'rligini o'z hayotida his qilayotgan fuqarolardan biridir. Dard sabab yillar davomida og'ir sinovlarni boshdan kechirgan bemorga jigar transplantatsiyasi o'tkazish kabi o'ta murakkab va qimmatbaho jarrohlik amaliyotini o'tkazish zarur edi. Bugun ana shu mo'jizaning ro'y berishi uchun prezidentimiz qaroriga asosan Sadoqat Teshaboyevaga tegishli vaucher ajratildi. Bugun u malakali shifokorlar nazoratida davolanib, jarrohlik amaliyotiga tayyorlanmoqda. 20 yil bo'ldi bu kasalimga. Oxiri davo topolmay qoldim. Iloji yo'q, endi operatsiyaga harakat qilamiz ekan desam, unaqa yordam ko'rsatildi, saxovatli. Xursand bo'ldim. Xursandchiligimni gapirib bera olmayman. Bir dona o'g'lim bor. Prezidentimiz tan jonlari sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursin ilohim. Yordam uchun kattakon rahmat aytaman. Bitta odamning hayoti hal bo'lyapti-ku. Rahmat prezidentimizga. Tan joni sog' bo'lsin ilohim. Xalq dardi bilan yashash, inson qadri va salomatligini ulug'lash yangi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarning bosh mezoniga aylanmoqda. Qurbon hayiti kunlarida ko'rsatilayotgan bu yuksak e'tibor esa ana shu tamoyillarning amaliy ifodasidir. Asosan yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylardan iborat hududda bayram arafasida ajib bir holatga guvoh bo'lindi. Xalqimizga xos g'amxo'rlik, e'tibor, mehr-oqibat bo'y ko'rsatdi. Barcha xursandchilik 25-xonadonda. Bolaligidan taqdir sinovlarini ko'p tortgan Sarvinozxon Muhammadaliyevani endi davomli xursandchilik siylayapti. Sarvinozxonga yangi uy berildi. Mutasaddilar tomonidan uyga egalik huquqi topshirilarkan, Sarvinozxon yaxshi bir sohaning yetuk mutaxassisi bo'lib javob qaytarish va'dasini berdi. 2008-yilman bu yil maktab tamomladim. Niyatim o'sha Qo'qon universitetiga topshirish, oliy ta'limga. Buning uchun tayyorgarlik ko'rganman. Men to'g'risi umuman kutmagandim bunaqangi sharoit qilib berishlarini. Mana ko'rib turibsiz, uyimizda hamma sharoit bor, muzlatgich, gaz plitalar, televizor. Buning uchun prezidentimizga kattakon rahmat aytmoqchiman. 2020-yilda shu bolalarni qaramog'imga olganman. Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qaramog'imga olganman. Bundan beri mana shu qizimni tarbiyalab kelmoqdaman. Bu tarbiya yo'llarida endi hamma mutasaddi tashkilotlar yordam berib kelishmoqda. Endi mana davlatimiz uy berdi. Bundan xursandmiz. Bu qizim endi juda ham yaxshi qiz bo'lganligi uchun mehr berganman. Hattoki yig'layman-da, gapirsam yig'layman, to'g'risi. Uylar berdi, mana sharoitlar qilib berdi. Endi bundan unumli foydalanish bularning vazifasi, bizning vazifamiz. Ushbu xonadondan chiqib yana bir qavat yuqoriga ko'tarildi. 32-xonadon ham o'z egasini kutayotgandi. Orzulari bir olam bo'lgan Shohruzoboni Asrorjon qiziga nasib qildi. Shu kuni bir-biriga yaqin manzillardan Azizbek Hasanov hamda Maqsadjon Saxobiddinovlar ham yangi xonadonlarni qabul qilib oldi. Shu tariqa bayram shukuhi kezib yurgan bir paytda O'zbekiston tumanida istiqomat qilayotgan 4 nafar, Farg'ona viloyatida esa jami 18 nafar yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga uy kalitlari topshirildi. Topshiriladigan uy-joylarimiz o'sha nizom talablari asosida barcha qulayliklarga ega bo'lgan. O'sha oshxona anjomlaridan tortib yotoq joylari deymizmi,
kravatlari, xolodilnik hamma jihozlari bilan to'liq yashashga tayyor holatda topshirilyapti. Bolalarimiz dastlab o'zlari yashaydi, keyinchalik oila quradigan bo'lsa, oila a'zolari bilan birga yashaydi. Hozir tuman hokimining tegishli orderlari bilan bolaga mulk huquqi asosida taqdim qilindi. Qonuniy vakillari tutingan ota-onalari bilan birga yashashlari ham mumkin. Bu nafaqat uy-joy kalitini topshirish, bu balki bolalarda yangi hayotga ilk qadami uchun eng yuqori tuhfa deb bilamiz. Bundan tashqari davlat rahbarining tashabbusi bilan ko'plab ijtimoiy xizmat yordamlar ko'rsatildi. Bular ta'lim sohasi, sog'liqni saqlashida, bandligi va kasb-hunar egallashida ham bir qator imkoniyatlar yaratib berilgan yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga. Bundan keyingi ishlarimiz ham yoshlarga hamrohlik dasturi doirasida yoshlarga o'sha Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan 13 turdagi ijtimoiy xizmat va yordamlarni rejalashtiryapmiz. Oliy ta'limiga kirgizdiramiz, xudo xolasa imtiyoz bilan. Bugun har bir fuqaro davlatimiz himoyasida. Buni ayni kunlarda minglab insonlar dildan o'tkazishdi. Davlatimiz rahbarining muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini tashkil etish to'g'risidagi qaror doirasida birgina O'zbekiston tumanidagi ko'plab xonadonlarning eshigi qoqildi. Turli xildagi yordamlar ko'rsatildi. Obod mahallasidagi tug'ma yurak kasalligidan aziyat chekayotgan Pahlavonjon Karimovga jarrohlik amaliyotini o'tash uchun kerakli mablag' ajratilish haqidagi xabar oilani, onasi Xusidaxonni quvonchdan ko'ziga yosh qalqitdi. Umuman kutganim yo'q edi. Tasodifdan kelishdilar, telefon qilib aytishdilar. Shunchalik kelganlaring uchun, qo'llab-quvvatlaganlaring uchun prezidentimizga, hokimlarga, hammalaringga kattagan rahmat. Yo'qlaganlaring uchun. Yengili bor, birinchisi operatsiyasi, keyin yana ikkinchisi bor. Birinchi yengilini qilish kerak. O'ziga yordamchi operatsiyasi bor. O'sha yurakda teshigini berkitish kerak, ikkinchisi. 2 marta operatsiyasi bor. Yakkatut mahallasidagi ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan va vasiylikka olingan Nodirjon Nurmatovga ham xursandchilik ulashildi. Nodirjon nomiga ochilgan hisob varag'iga $260 qiymatidagi mablag' o'tkazilgani haqidagi vaucher topshirildi. Ta'kidlash kerak, Qurbon hayiti munosabati bilan Farg'ona viloyatida 654 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan, voyaga yetmagan bolalar holidan xabar olinadi va shu kabi ko'plab xayriya tadbirlari amalga oshiriladi. Qurbon hayiti bu yil yurtimizda chinakam mehr-oqibat, saxovat va birdamlik bayrami sifatida keng nishonlanmoqda. Prezident qarorida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida Farg'ona viloyatidagi 1010 ta mahallada ijtimoiy reyestrning davlat ta'minotidagi oila toifasiga kiritilgan 23 mingdan ortiq oila, shuningdek yolg'iz keksalar va parvarishga muhtoj fuqarolarga 10 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari to'plamlari yetkazib berilmoqda. Bu xayrli ishlar mahallalarda hamjihatlik, mehr-oqibat va inson qadrini ulug'lash tamoyilining amaliy ifodasi bo'lmoqda. Prezidentimizni bu xayriyalarini xonadonlarga olib kirganimizda bir muhtoj xonadonni xursandchiligini ko'rib juda ham quvonib ketyapmiz. Chunki bir mu'minda, bir insonda qalbiga xursandchilik olib kirish bu juda katta ajr. Ka'batullohni tavof qilishdan afzal buning ulug'ligi. Shuning uchun bugun prezidentimizni, yurtboshimizni bu qilgan xayriyalaridan biz ruhlanyapmiz. Hatto bu ahli ilmlarga ham xalqimizga juda katta ibrat bo'ldi. O'zlari boshqosh bo'lib, bu xalqdan chiqadigan ishga o'zlari bosh bo'lyaptilar. Mana shu Ramazon oyida qilgan xayriyalarga guvohmiz. Mana Qurbon hayitida juda katta xayriyalar qilyaptilar. Hammalari mamnun, ko'zlarida yosh bilan yurtboshimizni haqlariga duo qilishyapti. Bunga biz guvoh bo'lyapmiz. Xudoy taolo yurtboshimizni umrlarini uzun qilsin. Doim ustimizda mana shunday mehribonlik bilan uzoq yillar faoliyat olib borishlarini Allohdan so'rayapmiz. Yurtimizni tinch qilsin. Bu prezidentimizni olib borayotgan islohotlari hammamizga ibrat bo'lyapti. O'ylamagan joyimizdan, kutmagan joyimizdan juda katta xayriya ishlarni qilyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Bundan xalqimiz ham xursand, biz ham hammamiz xursandmiz. Bu xalqimizga bu qilayotgan ishlari bilan xalqimizni o'rtasida, fuqarolarning o'rtasida bir-biriga mehr, muruvvat ruhini uyg'otyaptilar. Bir-birimizga ittifoqlikni, holidan qo'ni qo'shnilar bir-birini holidan xabar olish kerakligini gapirardik-ku, bu darajada keng ko'lamda bu maktabda bunaqa ishlarni olib borishligi bu tarixda tarixiy voqea desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi.
Farg'ona shahrida ham Qurbon hayiti munosabati bilan ezgu tadbirlar keng davom etmoqda. Jumladan shahardagi 74 ta mahallada yashovchi 1600 nafar ijtimoiy reyestrning davlat ta'minotidagi oilalar xonadonlariga hayitlik sovg'alari va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazildi. O'zbekiston mahallalar uyushmasi, Farg'ona viloyat boshqarmasi, shahar mutasaddilari, nuroniylar hamda imom xatiblar Abdulla Qodiriy va Guliston mahallalarida bo'lib, aholi xonadonlariga tashrif yurishdi. Mas'ullar oilalarni Qurbon hayiti bilan samimiy qutlab, davlatimiz rahbarining alohida e'tibori va g'amxo'rligi asosida amalga oshirilayotgan bu xayrli ishlar yurtimizda hech kim mehr va e'tibordan chetda emasligining yorqin ifodasi ekanini ta'kidladilar. Yolg'izmiz. Bor bir odam qarigandan keyin yana yolg'iz bo'lsa juda qiyin. Bizga og'ir kunimizda bizga davda bo'laylik deb bizga berdi. Mana bu prezidentimizni yordamida mana shunchalik biz uchun g'amxo'r bo'lyapti. Bu Allohga shukr, mana shunaqa hayotda yashaganimizga shukrlar bo'lsin. Bilasizmi, ruhim ko'tarildi. Men kimgadir kerakligimni his qildim. Ana qayerda gap. Kimdir kirsa-da gap narsada emas. Kimdir seni kelib qandaysan desa, ana shu baxt biz uchun. Kimdir eshigingizdan kirib kelsa, bu ham Allohning bir rizqi, bir Xudoyimni yetkazgani deysizda endi. Sizlar kirib keldingiz, shuncha odam kirib keldi. Bilasizmi, bu baxtda uyim to'ldi, shunday to'ldi. Shunaqa baxtli o'zimni his qilyapman, kerakligimni his qilyapman-da. Qurbon hayiti mehr-oqibat, bag'rikenglik va inson qadrini ulug'laydigan muqaddas ayyom. Bugun mahallalarda o'tkazilayotgan bu kabi xayrli va savobli tadbirlar yurtimizda hamjihatlik, saxovat va ezgulik muhitini yanada mustahkamlamoqda. Zero inson qadri ulug'langan jamiyatda baraka va totuvlik hamisha ustuvor bo'ladi. Prezidentimizga rahmat, hammalariga rahmat. Shunchalik mana O'zbekistonda yashab turib be'tibor qolmasligimizni, fuqarolarni o'zini uy-joyli qilishlarini, e'tibor bilan fuqarolarga qaratganlariga nihoyatda ming rahmat aytaman. Allohga o'ziga shukr qilaman. Bugungi mana hayit bayramida ham mana be'tibor qolmadik. Bizdaqa oilalar farzandlarimiz bilan chiroyli qilib yo'qlab kelishdi. Biz bundan-da xursand bo'ldik. Bu kabi Qurbon hayiti tuhfalari viloyatning barcha 19 ta shahar va tumanlardagi ehtiyojmand oilalarga yetkazilib, xonadonlarga bayram quvonchi ulashildi. Fazilat opa Ubaydullayeva Quvasoy shahridagi Amir Temur nomli mahallasida istiqomat qiladi. Yoshi 70 ta. Ikki qizni oq yuvib, oq taragan nuroniy bugun nabiralar parvarishida band. Ayolning egizak nabiralari bor. O'zbekiston mahallalari uyushmasi Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan Qurbon hayiti munosabati bilan viloyatdagi xuddi shunday nogironlik belgisi bo'lgan yakka yolg'iz va boquvchisini yo'qotgan yurtdoshlarimiz nuroniylar holidan xabar olish barobarida ushbu xonadon sohiblari ham yo'qlandi. Mahalla faollari nuroniylar buvi va nabiraning holidan xabar olishdi. Bayram dasturxoni uchun shirinliklar, oziq-ovqat mahsulotlari yetkazildi. Quvasoy shahridagi Huvaydo mahallasida istiqomat qilayotgan To'raxo'ja ota Mirzajonov 90 yoshni qarshiladi bu yil. Nuroniy har bayramni o'zgacha kutaman deydi. Sovg'a salomlar uchun emas, mehnatlari qadrlanib, ulug' yoshida e'tibordan chetda qolmagani quvontiradi bu insonni. Mamlakatimizda tinchlik barqaror bo'lsin. Hech kimdan kam bo'lmagan o'zbek xalqi bundan keyin ham o'shanday undan ham ziyoda bo'lishini Xudo taolodan so'rab qolaman. Toshloq tumani Qipchoq Ara mahallasidagi xonadonlardan birining piru badavlatlari Abdulla ota hamda Salimaxon aya bilan suhbatlashsangiz, bugungi dorlamon kunlar shukronasini beixtiyor his etasiz. Birlari 90, yana birlari 88 yoshda duogo'ylarning. Bizni eslagan prezidentga rahmat. Hozirgi zamon bo'larkan-ku, el yurt obod bo'ldi. Mahalla obod bo'ldi. Yurtimiz rivojlandi. Endi shu qilayotgan ishlarga hayotda birov ko'zi tegmasdi. Salimaxon aya yurolmaydi. Nogironlik aravachasi kerak edi nuroniyga. Mahallalar uyushmasining viloyat hamda tuman mas'ullari Qurbon hayiti arafasida xonadon sohiblari holidan xabar olishar ekan, onaxonga bayram tuhfasi sifatida nogironlik aravachasi topshirildi. Shuningdek, oilaga bayram dasturxoni uchun oziq-ovqat hamda shirinliklar ham yetkazib berildi.